Buni ko'rgan. Akajon. Assalomu alaykum. Tanishing, bu meni mehribon ukam. Akam. Rasulmovchi. O'yimga ko'rsataman. Bugun Asadbekni tug'ilgan telefon. Bugun uni tug'ilgan kuni. Yur, ukam, telefon olamiz. Buncha mehribonsizlar. Hey, maychkan telefonni olasan, tushundingmi? Mehribonim. Yer. Tanlak neydi? Wow, Samsung A56. 8 ga 128 ekan. O'zi 150 minglik telefon ishlatarding. Undan ko'ra ukajonim, ajib telefon bor ekan. X1 8 ga 128. A56. Voy, olib bera qoling. Mehribon ukajoningiz tug'ilgan kunlar ekan. Seni ko'rsam mehrim oshib ketaveradi-de. Qara, men bu yerda Xiaomi A5 bor ekan, 4 ga 128. Nima deysan? Qarang, bu ham chiroyli ekan. 56. Xohlasang, qara, men bu yerda Premier P50 bor ekan, 8 ga 256 talik. Nima deysan? 56. Jonimni oyimga aytaymi, oyimga bersinlarmi? Sim kartangni ber, mehribonim. Diskont tanlaganlaringiz uchun rahmat. Telefonni kim nomiga rasmiylashtiramiz? Yo'q, aka, telefon kerak emas. Yo'q, kerak. Buni nomiga. Jannatim akam. Ha? 56